Sen bağı kunni ara elayotgan yalantoshning bolasi emas, balki obro'li cho'ng millionerning o'g'lisan. Agar kimdi-kim tishingni tegdi ekan, urib, qo'rg'ularini tundirib atgan, bosh ko'zlarini yerib atgan. Qanchalik pul ketsa, mana men dadangga uqdingmi? Man qara ag'ina. Sening nima sababdan bu yerda turayotganingni obdan bilaman. O qiz chiqqicha yuzim tushib ketmasin desang, eng yaxshisi bu yerdan darhol ketib ol. Qayerda tursam sening nima chatig'ing? Sen meni nima qila olayding? Ha? Hozir ketmasam mayli. Lekin hili Farida chiqqanda so'g'i tushgan mushukdek salpib qolasan ekan. Sen zada nima demoqchi? Hech nima. Faqat sening tarjimoningdan Faridani xabardor qila deyman. Agar Faridaning oldida mening bir og'iz yomon gapimni qilib boqqani. Farida mening yaqin savatishim. Uni sendek hayvonning aldab ketishiga qarab turamayman. Ya sultak, sen tek meni tillig'idek bo'ldingmi? Manasi. O'jan. Farhod. Ilyar. Nim qilganingiz bu? Qandaqroq Farhod, o'rningizdan tura olamsiz? Nimishqa ursiz? Sizmi odammi? Bo'ldi, tagimang Farida. Bo'ldi. Kerak yo'q. Yuring, bizning uyga kiraylik. To'g'ri surkab qo'yay. Farida, men sizga tushundiray. Tushundirmasangiz men hammani ko'rib turibdiman. Hojatsiz, ovoramay ketib qiling. Urus qarab turdingizmi? Men texni tuqquningizmikin debdiman. Uning bilan savodashlik munosabatdan boshqa hech qanday munosabatim yo'q. Voy, Farhod. Sana nima bo'ldi? Men qarag'ana. Qaysi haramliq sana qo'l tekkizdi? Ayta. Oy jinim balam. Oy oppoq qizim. Kimdan qilgan ishi bu? Voy, bo'ldi qilinglar, hamisha so'rayveramsizlar. Endi men cho'ng oldim. O'zimning ishini o'zim bir taraf qila olayman. Hey, ikkinchi uyga bunda holat kirgi cho'mmajmi? Sen bağı kunni ara elayotgan yalantoshning bolasi emas, balki obro'li cho'ng millionerning o'g'lisan. Agar kimdi-kim tishingni tegdi ekan, urib, qo'rg'ularini tundirib atgan, bosh ko'zlarini yerib atgan. Qanchalik pul ketsa, mana men dadangga uqdingmi? Oy jinim balam, nimishqa bolalar bilan urushadigansan? Hey seni, yura, kirib oramayli ol. Uning uyini ko'rib oldim. Qara. Kechda og'illarni boshlab berib, uni uyining oldida urmamdi. Uning uyida boshqa odam yo'q ekan. Yo'q. Baqadi ko'r baq. Ajab yaxshi plan bo'pti. Bo'ladigan plan kardeş. Bo'ladi ekan. Ilyar bu xatni ko'rgandan keyin meni urib qo'yinglar deb, shunda o'zi oldimizga keladi. To'g'ri? Chandib qo'yma, ma'qul.